Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli, yorumlayapti podpischilar. Bugun 2026-yil 9-iyul sanasida bugungi xizmatimiz Maqtum Qo'ldashuv Mardonbek do'stimiz kunda bo'ldi. Bu yerga bir oldin ham kelib turib malxanalarni bitkazib ketdik. Videolarni qo'ydik. Do'stimiz yana bir tayyorlanib chaqiraman dedi, yana chaqirdi. Mana bu yerda bir 120-130 metrdan ziyod bordyur bo'ldi. Joyini tap malxanadan tartib asfaltladik. Mana bordyur xizmatlarini ishladik. Keyinchalik kelib turib, mana shu yerda planirovkalar, asfaltlarni qo'yib, video syomkasini tashimiz nasib etsa, mana ishimizni o'zlaringiz ko'rib baqaverasizlar. Video mobaynida ishlarimiz ko'rib boraverasizlar, nasib etsa. Mana shunday qilib yurtdoshlar, mana o'zlaringiz ko'rib turgandek obyektimiz bitdi. Bu yerda ishimiz katta obyekt, o'ta katta. 120 metrdan ziyodroq bordyur bo'ldi. Balandlik ham 120-130 atroflarida qo'yib bitkazdik. Endi nasib qilsa, mana ustlarini tekislab, bu yerga bir asfalt qo'yamiz. Yana bir 15-20 kunlardan keyin kimda shunday xizmatlar bo'lsa, xabarlashaverasizlar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi, ekrandan nomerlarga xabarlashaverasizlar.